Mana Kia avtomobillarda mana shu narsani to'g'ri qilsangiz, ahamiyat berib qo'yasiz, kalibrovka jarayoni shunda sizni mashinangiz aytganini qiladi. K5 avtomobiliga har doimgidek propan ideal qilib uстановка qilib berdik, faqat shlankalar bilan. Damas avtomobiliga ham propan qilmoqdamiz, Cobalt avtomobiliga ham Kia Sonet mashinamiz, Tracker mashinamiz. Akalar, barchasi nima uchun bizga kelyapti? Birinchidan, bizda optim ulgurchi narxda uстановка qilib beramiz va siz biz qo'ygan video obzorlarni hammasini ko'rib chiqing va obuna bo'ling. Nima deyapmiz? Qanaqa jihozlar bilan qo'yapmiz? Skarasnoy fartunkalar bilan qo'yapmiz. Hammasi haqida to'liq ma'lumot berganmiz. Sizga agar propan metan qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilib kelishingiz mumkin. Kia Sonet avtomobiliga neobычный xizmat qilib berdik, ya'ni bunga 80 talik metan uстановка qilib berdik. Qancha kilometr yuradi deysizmi? Aka, ishoning, dalida 300 kilometrda ko'rdim demaydi. Bu Kia Sonetimizga esa bunga propan qo'yib berdik. Bu bemalol 550-600 kilometr yurishi mumkin. K5 avtomobilimiz ham eng kamida 450 kilometr yurishi mumkin tabletka balon bilan. Damas Legenda mashinamizga keladigan bo'lsak, o'rtacha 480 kilometr yurishi mumkin 50 talik balon bilan. Legendarniy Cobalt avtomobilimiz ham 450-500, bunisi ham 450-500, Tracker avtomobilimiz ham o'rtacha 450-500 kilometr yuradi. Ya'ni hammasiga propan uстановка qilib beramiz. Propan metan xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib kelishingiz mumkin. Obuna bo'ling, bu videoni maksimum propan sifatlisini qayerda qo'ysam bo'ladi deganlarga yuborib qo'ying. Bu tomonda Shinarayta 30 modeliga bitta 90 talik uстановка qilib beryapmiz. Akalar, uстановка jarayoni bortda umuman teshmagan holatda qo'yib bermoqdamiz. Ya'ni hech qayerda teshilmaydi, akkuratniy holatda, original jihozlar bilan Polsha 2 talik megalar bilan uстановка qilish jarayonidamiz. Kimgadir shunaqa sifatli shoshili xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va murojaat qilishingiz mumkin. Lokatsiya va ma'lumot uchun pastda raqam qoldiramiz.